Aziz vatandoshlar, Toshkent Qo'yliq vodiy pitagidan bugungi kunda ikkita avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Birinchi avtobusimiz Moskva shahriga, ikkinchi avtobusimiz u ham UzAvtotrans O'zbekiston davlat nomerida Krasnodar shahriga. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Telefonlarimiz 94li 300 7401, 98li 300 7401, 90li 27401. Avtobusimizni ko'rishingiz mumkin. Komfort davlat tomonidan qo'yilgan resmi avtobuslar. Adres har doimgidek Toshkent Qo'yliq vodiy pitagi. Avtobuslar hammasi O'zbekiston nomerida bo'ladi. Litsenziyonni tamojnilardan bezochir o'tadi. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Birinchi avtobusimiz Moskva shahriga yuryapti. Ikkinchi avtobusimiz Krasnodar shahriga. Avtobus ko'rishingiz mumkin. Nomerlar mana 063 to'lsa to'lmasa yuriladi. 51 ta o'rindiqli avtobuslar Moskva shahriga mana 47 ta odam bilan yo'lga chiqib ketdi. Ikkinchi avtobusimiz Krasnodar shahriga. Bu ham mana O'zbekiston nomerida Krasnodarga pramo yuriladi. Bemalol telefon qilib o'zingizlar qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Telefonlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Qaytarib o'taman, reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Bemalol kelib ketishingiz mumkin.